Tashqi Mong'oliyaga munosabatlik bo'lib o'tgan bu diplomatik faoliyatlar haqiqatan kishini hayron qoldirdi vatandoshlar. Bu yerda bir nuqta bor. Ayni chog'da urush yillarida Yaponiya hukumatining armiyasining Manmingyundo, ya'ni Manjuriya Mongoliya harakati, Mongoliya harakati deydigan bir kitob bo'ladigan. Shu vaqtida Yaponiya Manjuriyada put dirab turgandan keyin Manjuriyadan tortib toki Urumchining Jimisar atrofiga Jimisar orqali Urumchi shahriga poyezd yo'li tortmoqchi bo'lgan edi. Poyezd yo'li ochmoqchi bo'lgan edi. 41-yilga kelganda Yaponiya bilan Rossiya Stalin nayt ustalik qilib, Yaponiya Stalin o'rtasida urushmaslik, Rossiya urushmaslik, Nomanxa voqeasidan keyin urushmaslik to'g'risida qaror qildi. Yaponiya ikkinchi qatim Nomanxa voqeasida mag'lub bo'lgandan keyin Rossiya tarafga qaramadi. O Sharq Janubiy Osiyo tarafga mangib ketdi. O Manjuriyada turolmadi. Manjuriyada turolmadi, u tortadigan temir yo'l, ya'ni Uyg'uristonning Jimisar noyasi va Urumchi shahriga temir yo'lni tortadi. Lekin sizlar biz hozirgacha kuzatganimizda hayron qolgan bir masala, Yaponiya hozirgacha O'rta Osiyoga kirmadi. Ya'ni dollar ko'tarib O'rta Osiyoga kirmadi. Buning sababini sizmi, men tahlil qila olmayman, nima uchun ekan? Chunki Yaponiya hozirgacha yanada O'rta Osiyo Yaponiyaning ta'sirida bor. Rossiyaning ta'sir doirasiga rayon. Bu yerda har xil siyosiy o'zgarishlar bo'ldi, yana bo'lishi mumkin deb o'ylandi. Yoki Yaponiyaning O'rta Osiyoga kirishini Rossiya cheklab qo'yamdi. Bu tarafini ko'rolmaydi. Biroq har yili Vladivostokda echilayotgan Iroq shahar iqtisod bir yig'ini Rossiya Federatsiyasi Yaponiyani taklif qilyapti. Bu yil modiymi ketdi. Yaponiya vazirimi qatnashdi. Nemishki Xi Jinping rais yoki Li Keqiang bu qatim bu yig'in qatnashmadi. Iroq Sharq yig'iniga Rossiya tashkillayotgan, Rossiya boshqarayotgan Iroq Sharq yig'iniga nemishqa rais Xi Jinping yoki Li Keqiang kelmadi. Onun üstüge muş yig'inning oldi kaynida Rossiyaning Palla akademiyasining boshlig'i. Umi. Yo'q, emas. Umin Rossiya davlat mudofaa ministrligining muavin mudiri. Uningdan keyin u kishi Ulan-Batorni Mong'oliyani ziyorat qilgan mush kunlarning oldi kaynida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Mark Esper ham tashqi Mong'oliyani ziyorat qildi. Mening qiziqayotganim, siz rais Xi Jinping mush oyda aldirab qoldingizmi yoki qanday? Shangang masalasi bilan. Masalan, yana boshqa bir siyosiy maqsadlar bormi qanday? Buni tushungil olmaydi. Nemishqa shunday bir muhim yig'inga, masalan, Jungo Kompartiyasi Rossiyaning Iroq sharqiga mablag' solishga boshdan oxir qiziqib kelayotgan bir davlat, bir partiyadir. Bu qatim nemishqa bu yig'inda kelib qoldingiz? Onun üstüge hazır Tashqi Mong'oliyaning prezidenti Batolga bilan Rossiya prezidentining munosabati quyuqlashibdi. Shu oraliqda Batolga Washingtonni ziyorat qildi degan gap 7-oyning 31-kuni. Hatta Prezident Trump bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'zaro telefon aloqa qilishini talab qildi, ya'ni Sibiriyaga o't ketish voqeasi. Bu o'tni o'chirish to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlarining yordam qilishi to'g'risida. Mong'oliya hozir bir qiziq nuqtaga, qiziq bir diplomatik munosabatla elib boradigan ajoyib bir qiziq bir rayonga, qiziq bir davlatga, ya'ni qiziq turadigan, kishilarni qiziq turadigan davlatga aylandi degan gap. Bu siz uchun bir tasodiflar. Nimishqa? Uzun yillardan beri hech kim taki Mong'oliya mustaqil bo'lgandan tortib hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshqa hech kim bu rayon qiziqqan, bu davlat qiziqqan emas. Bugun tuyuqsizda bu voqeaning chiqishi kishini hayratda qoldirdi. Ana keyin bir Shangang voqeasi kelaylik. Demak, siz Linjingyu'ga qaror qildingiz, qaroringizni chekindirmoqchi bo'ldingiz, qonuningizni. Buningga Shangang xalqi ishonmadi. Biroq bu markaz bilan sizning o'tiringizga munosabatingiz masalan hozir yana gap nima? Az kundir deydi, markaziy hukumat Linjingyu'ni tashrif etdi deydi.
endi onu işletmeydi o değil. Hoş, az günde Linjin yönü işletmesi onu taşlayıp ötediğin iş bolsa, vaqtida nemi gap? Ondaqda Şangay memuriyetiga Linjin hükümetinden bir kişi tayinlendi. Yoki Beijing yana bir kishini o'ltog'i uzamdi maxsus. Bu kishilarni Şangay xalqi, Şangay aholisi namoyishchilari qabul qilamdi, qilmamdi buning o'zi bir gap bo'lib qoladi vatandosh. 10 ayning 1-kuni yaqinlab kelyapti. 10 ayning 1-kuni Reis Xi Jinping zo'r ko'lamda manevr, harbiy manevr o'tkazmoqchi. Voy, kechiringlar, harbiy ko'rak o'tkazmoqchi. Chunki bu 70 yillik xotir kuni. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti kurulganlığının 70 yıllık hatır günü. Ötközmekçe, şu bayramını ötküzüşten avvalki harbiy parad ve yeke, şu bayram tentenesi harpısıda. Endi Şangay hazırlıkta yarı kilovatı deysiz, demek Linjin yönün kanun çekindirişini red kıldı, Şangay halkının, Şangay ahalisinin məqsədi zaten nime? Biz bunu vatandaşlar, Xudo xolasa sizlar bilan birlikda ko'rimiz, yana davomli tahlil qilamiz.